Aziz kitobxon, bu mo'jazgina majmuaga Qozoq xalqining taniqli mutafakkiri, folklorshunos, olimi, oqini va faylasufi mashhur Yusuf Ko'pay o'g'lining hayotdan, sharq mutafakkirlaridan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislaridan, qozoq xalqi tarixidan olgan ta'limoti asosidagi o'y-fikrlari, ibratli so'zlari to'plangan. Mashhur Yusuf o'z zamonasining bilimli va zukko allomasidir. O'tgan yili ma'naviy yangilanish dasturi asosida 20 tonlik kitobi chop etildi. Bu kitoblarda mashhur Yusufning falsafiy mushohadaga boy ibratli so'zlari, o'lanlari va dostonlari, xalq og'zaki ijodidan to'plagan xazinalari va jirlari kiritilgan. Mashhur Yusuf otamizdan qolgan nodir xazina hozirgi davr uchun ham o'z mohiyatini yo'qotmagan. U turkiy tillardan boshqa forsi va arab tillarini mukammal o'rgangan. Toshkentdagi Ko'kaldosh, Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida yashab, ijod qilganini yaqinlari esdaliklarida yozib qoldirgan. Bobomiz boshimga fano bo'lsin, Xo'ja Bahauddin Komil Pirim deya takrorlab o'tgan ekan. Mashhur Yusuf otamizning hikmatlarga to'la ibratli so'zlari barcha turkiy xalqlari uchun noyob xazinadir. Majmuani tinglab, ibratli so'zlardan ta'lim olsangiz, o'kinmaysiz.